Assalomu alaykum. Sizlar so'radinglar, biz tayyorlab qo'ydik. Bugun ikkita lavoga ikki xil obrazda tentimiz tayyor bo'ldi. Birinchisi yig'iladigan va yig'ilmaydigan varianti. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men bu tentlarni sizlarga narx-navosi ham aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlayverasizlar va videoni uzmagan holda obzorni boshlaymiz. Bu birinchisi ko'rishingiz mumkin. Bu yig'ma tent. Balandligi 1.10 bortdan tepasi ko'rishingiz mumkin. Qalin turetskiy 700 grammlik tentdan bichib tikib berganmiz. Orqasiga keladigan bo'lsak, lentachali qilib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar, juda chiroyli chiqqan. Ochib ko'rsataman ichini ham. Ko'rishingiz mumkin, orqasini akkuratni tepasiga ildirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ichki qismi qalin trubalar ishlatilgan, qaychilariga bitta ahamiyat qarataverasizlar va polni yonlariga apishib ko'rib berganmiz. Juda chiroyli, juda akkuratni chiqqan. Mana, bu yerlari relsli bo'lgan. Polni akkuratni qilib oxiriga yig'ib qo'yasizlar, kerak bo'lmagan vaqtda. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham dokumentlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Juda chiroyli, juda go'zal chiqqan. Bu ikkinchisi. Bu yig'ilmaydigan variant. Buni balandligi bortdan tepasi 1.20 bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Buni ham turetskiy 700 grammlik tentdan chiroyli qilib bichib tikib berganmiz. Bu tentlar asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, yem, hashak, qisqasi universal. Любой yukni ortib ketaverasiz. Buni ham orqasini ko'rishingiz mumkin lentali qilib berganmiz. Juda chiroyli, juda akkuratni chiqqan. Ichini ochib ko'rsataman. Yo'latmanda o'zing chaqirib orqasiga keladigan bo'lsak, eshigini damazlikda ochilgan qilib berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar. Nasos silindr o'rnatilgan ikki tarafiga. Xohlovchilarga ikki tarafga ochiladigan qilib beramiz. Xohlovchilarga bir tarafga katta qilib ochiladigan qilib beramiz. Va buni ichki qismi, kuzovi, suyagini ko'rishingiz mumkin. Qalin zich joylashgan 4x4 va 4x2 qalin profillar ishlatilgan. Juda chiroyli, juda akkuratli chiqqan. Bundan tashqari buni ham polni hamma joyga tunuka apishga qilib berganmiz. Poli 1.2, bu 3 ta bortchasi va salonning orqasi birlik bo'ladi. Akalar, o'zingizni vaqtingizni o'g'irlamasdan, bir hafta 10 kun kutmasdan shunday kelsangiz, attiga 3-4 soat ichida mana shunaqa chiroyli borda tentlarni o'rnatib beramiz. Endi eng qiziq olov joyi keldik, narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu yig'ma tentimiz shu turishi 3 million so'm. Men gapimga javob beraman, ko'rib kelasizlar, bu yerda narx hech qachon o'zgarmaydi. Bunisi 3,5 million bo'ladi. Agar orqasida eshigi bo'lmasa 3 million bo'ladi. Men gapimga javob. Kelasizlar, hech qanaqa narx navosi o'zgarmaydi akalar. Hujjatlarga keladigan bo'lsak, hujjatlardan ham muammo bo'lmaydi. Bizning manzilimiz Samarqand shahrida joylashgan. Kimga shunaqa bortli tent, tunuka qoplash, furgon, xolodilnik furgon o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Avtofurgon to'g'ri tanlov. Sog' salomat bo'ling.